Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun grammatikamiz ki temune uchun sababli deb tarjima qilinadi. Bu grammatika biror ish harakatni bajarilganini yoki bajarilmaganlik sababini ko'rsatishda ishlatamiz. Gitemune buni karslar qisqartirib giteme yoki gitenne deb talaffuz qilishadi. Shunga e'tibor berasizlar. Ya'ni ular temune deb o'tirishmaydi. Xo'p, endi bu fe'l yoki sifatdoshga gitemuneni qo'shish orqali yasaladi. Xo'p, endi mana bu yerda misolda ko'rib chiqamiz. Toni mojarak gitemune kgo'sil salsu opsotda. Ya'ni pul yetmagani uchun u narsani sotib ololmadim. Ikkinchisi ksaramın pominiki temune poril padasinnida. U odam jinoyatchi bo'lgani uchun jazo oldi. Demak, hammaligingga menimcha tushunarli bo'ldi. Judayam oson grammatika, ya'ni ko'p gapirish keragi yo'q. Shuning uchun hozirlarga agar tushungan bo'lsanglar, bitta uyga vazifa qoldiraman. Mana bu gapni tarjima qilib menga yozib yuboring. Rahmat. Va albatta video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Yana qaysi grammatikani tushuntirib berishimni yozib ketsanglar, men albatta o'sha grammatika haqida video qilaman, albatta tushuntirib o'taman. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.